Bunyodkor stadioni kassadagi holat. Mashina turamiz, mashina turib, ham birgalardan, bu yerda kattalardan iltimos qilamiz. Janjal, to'polon 70-80 ga yaqin ayollar ham bor ekan o'chiribdi. Ayol qizlarga Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta kassa bo'lib turib, 2ta donasi ishlayapti. Shuncha odamni ko'rib turib, 5ta kassani ochib qo'ysa bo'lmaydimi? Nima holat, nimaga bunaqa bo'lyapti? Aka 5ta kassada 2ta kassa ishlayapti hozir. Siz qachon keldingiz? Ha, kecha aka 6 da kelganman. 12 soatda oshib ketdi. Oldingizmi beni shuncha turib? Olmadim. Olmadingizmi? Hozir shuncha o'chirda turibsiz. 93 ta yil yo'lda turibman. Endi nima qilasiz? Tushmoqchimisiz yo'qmi? Ketaman aka, ta'minlarim. Ketasizmi? Qo'ldan ish pul olib ketibdi belida hozir. Qo'llaga 600 ming, 700 ming soat. 700 ming deyaptimi? Mana hafta bolalar soat degan, yana 600 Bitta bilet 700 ming, 600 ming deyaptilar. Qachon keldi? Kecha kelganmiz aka. Kechami? Kecha kelganmiz. Nechida keldinglar? Kech payt soat 10 da kelganmiz aka. Olmadinglarmi hali? Yo'q. Kech payt odamlar 1 kun, 2 kun uxlab mashina qo'ysizlarmi hozir? Yo'q, shu yerda mashinada yotdik. Mashinada yotish kerak ekan, uyga bormasdan. Ko'rpa to'shi ertalab tongni shu yerda o'tirishibdi. Qochitdingmi Omadbek? Nechini o'qiysiz, nechini o'qiysiz? Hurmatli futbolsevar muxlislar, siz 2 kun turib shu o'chirtda bitta dona bilet olgan bo'larmidingiz yo'qmi?